Mana azizlar, teshikchalarimiz mana shunday ko'rinishda teshib chiqiladi. Hozir bizlarni jo'yamiz 70 ga olingan. 70 ga olinib, ikki marta ko'rsatganimdek bir tarafga keyin teskari tarafga qayrilgandan keyin buni tekislanadi. Bunchalik chuqurchalar qilib chiqiladi. Chuqurcha ham endi unchalik chuqurligi uncha chuqur bo'lmaydi. Shunga e'tibor berish kerak. Chunki yarim santimetr yoki 0.7 bo'lsa yaxshiroq. Eng uzog'i endi 1 santimetr juda chuqurlik qiladi. Chiqishi ham, urug'ni chiqishi ham qiyin bo'lib ketadi. Shuning uchun iloji boricha yarim santimetrlik bo'lsa maqsadga muvofiq hisoblanadi. Hozir sizlarga biz nimada yasaganimizni ko'rsataman. Hozir mana shunday shaklda doskaga yasab olganmiz. Qo'l bo'ladi bu, hech qanday. Ya'ni mana ko'rishingiz mumkin. Yarim santimetrlik oddiy doskaga yasalgan. E'tiborlaringiz uchun rahmat.